Poytaxtimizda O'zbekiston-Xitoy yashil minerallar bo'yicha ishchi guruhining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimiz To'xkon sanoati va geologiya vazirligi, O'zbekiston texnologik metallar kombinati aksiyadorlik jamiyati hamda Xitoy Xalq Respublikasi tijorat vazirligi vakillari ishtirok etishdi. Muxbirimiz tafsilotlar bilan. So'nggi paytlarda biz yashil iqtisodiyot va yashil sanoat degan terminlarni tez-tez tilga olyapmiz. Endi ular qatoriga yana bir so'z qo'shildi, ya'ni yashil minerallar. Bu bejiz emas, chunki bugungi global iqtisodiyotda yashil texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari nafaqat ekologik barqarorlik, balki iqtisodiy o'sishning muhim drayveriga aylanmoqda. Bu jarayonda litiy, kobalt, nikel, grafit kabi minerallar juda muhim. Mazkur yig'ilishda sanoat uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan xom ashyo zaxiralarini izlab topish, o'zlashtirish va qayta ishlashda ikki tomonlama manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalari tahlil qilindi. Yashil minerallar, yashil texnologiyalarni ishlab chiqarish uchun, ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalari hamda elektronik mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan minerallar hisoblanadi. Yurtimizda yashil minerallar mavjud, zaxiralari litiy, nikel, kobalt kabi minerallar bu kelajak metallari hisoblanadi. Ushbu metallar yashil texnologiyalarni ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi va bugun Xitoy bilan aynan yashil minerallarni ishlab chiqarishni rivojlantirish va ushbu borada texnologiyalar transferini amalga oshirish uchun muzokaralar olib borib kelishuvlarga erishamiz. Uchrashuvda tomonlar geologiya qidiruv ishlarini moliyalashtirish, texnologik metallar zaxirasini aniqlash va sanoat ko'lamida ishlab chiqarishni ko'paytirish bo'yicha strategik hamkorlikni kengaytirishga kelishib olishdi. So'nggi yillarda Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi keng ko'lamli aloqalar sifat jihatidan yangi bosqichga chiqqaniga guvoh bo'lyapmiz. O'tgan yilda har ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro tovar aylanmasi 13 milliard dollardan oshgani so'zimiz isbotidir. Yurtingiz mineral resurslarga boy. Shu bois yashil minerallarni qidirish, qazib olish hamda qayta ishlash borasida biz hamkorlikda qator loyihalarni hayotga tatbiq etmoqdamiz. Xitoy delegatsiyasi vakillari ushbu yo'nalishdagi loyihalarga faol ishtirok etishga tayyor ekanini bildirib, yurtimizning ochiqlik siyosati, sarmoyadorlar uchun barqaror investitsiyaviy muhiti, shuningdek, To'xkon sohasidagi rivojlanishini yuqori baholashdi.